Bu milliarder bola ikra kosmetikasi bilan parvarishlangan. Uning oilasining qo'riqlash xizmati esa kuniga $1 million ga tushadi. Siz bilmagan baron va Tramp oilasi haqida faktlar. U 3 yoshidayoq slavyan va fransuz tillarida gapira boshlagan. Onasi Melaniya o'zining kosmetika brendiga ega bo'lgan va uni ikra ekstrakti qo'shilgan qimmatbaho losyon bilan parvarishlagan. Baronning Tramp minorasida shaxsiy qavati bor. U dunyoning eng nufuzli Kolumbiya maktablaridan birida tahsil olgan. Yillik kontrakti $37 ming. Melaniya uni Mini Tramp deb ataydi, chunki u otasiga juda o'xshaydi va yoshligidan qimmatbaho kostyumlar hamda golfga qiziqadi. Bolaligida unga siyosiy tadbirlarda devorlarni bo'yashga ruxsat berilgan. So'nggi 60 yil ichida u Oq uyda yashagan birinchi o'g'il bola. Yaponiyada u shu qadar mashhurki, hattoki u haqida komikslar chizishadi. Shuningdek, u onasi Melaniya qo'lidan ushlamoqchi bo'lganda doimo qo'lini tortib oladi. Sizningcha, bolaligingizdan kameralar oldida bo'lish osonmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va obuna bo'ling.